Okey. Kimda fikrlar bor mana? 0 ni qo'yib ko'ringlar. Bu doim 0 taqsim 0 bo'ladi. 0 ni qo'yib ko'rsangiz, bu ham 0 bo'lyapti, bu ham 0 bo'lyapti. Demak, hosil olaman desangiz, juda qiyin bo'lib ketadi, to'g'rimi? Chunki 3 darajali ekan. Bu degani 3 marta hosil olishingiz kerak. Qiymatini topishingiz uchun. Lekin biz nima deydi? Aqlliroq yo'lni o'rgandik. Ajratib olishni. Yana ajrata olamiz. Ajratib olamiz. Mana bu sinusni darajasiga qaraysizlar. Sinusni darajasi 1 bo'lsa, bunga bitta x kerak degani. Misol uchun darajasi nima bu? Misol sinus kvadrat x bo'lsa, bunga x shundan boshlaylik-da. Mana bu yerga yozaman. Hop. Qaranglar. Limit sinus kvadrat x bo'lingan x kvadrat bu nechiga teng? Nolga. Birga teng. Nimaga? Ha. Buni 2 marta hosil olib tekshirsangiz ham bo'ladi, lekin ikkitaga ajratib olsak ham bo'ladi. To'g'rimi? Oldingi usulimiz. Hop. Buni nega yozmay qoldi yana? Okay. x0 sinus x bo'lingan x sinus bo'lingan x. To'g'rimi? Shunaqa yozsam bo'ladimi? Chunki ko'paytirsangiz bari sinus kvadrat, x ni x ko'paytirsa x kvadrat. Demak, bundan 1 chiqadi, bundan 1 chiqadi. Shuning uchun 1 kerak bo'ladi. Bundan kelib chiqdi, sinusni darajasiga qaraysizda, buni darajasi nechi? 1 mi? Bunga bitta x yetadi. Demak, bitta x bunga qolish kerak, x kvadrat bunga qolish kerak. Tushunyapsizmi? 2 ga ajratsak bo'ladi o'sha limitni tepadan. Qanday? Hop, bitta x ni bunga olay. Sinus 3x. Mana bu sonni bu yoqqa chiqarib yuborsanglar bo'ladi limitdan. Umuman ta'sir qilmaydi. Ya'ni bitta qoida sizlarga. Limit, misol uchun bironta fx bo'lsa, seni bu yoqqa chiqarib yuborsanglar bo'ladi, constant. Farqi yo'q, necha intilar ekanini. fx. Tushunarli-a? Ya'ni bu yerda 2 bor edi, limitdan tashqariga chiqarib yubordik. Bizga muhim emas bu. Endi okey. Keyingi limitga nima qoldi? x kvadrat taqsim 1 minus cosinus x. Albatta, mana shu qoldi. Okey. Buni limiti necha? Farangiz aytib yuboring. Xuddi hozirgi 0 0 bo'lingan 0 ha, hosil oling. hosilasi 1 1 taqsim minus yo'q 1 taqsim cosinus 3x. Aha, 0 ni qo'ying. 0 qo'ysa 1 yo'q 3 bo'ladi, 1 taqsim 3. 1 taqsim 3 bo'ladi, to'g'ri. Boyagini teskarisi bo'lyapti-da, x taqsim sinus x ni. Okey. Bunisi ozgina endi qiyin edi. Chunki kvadrat ekan. Bunda ham 0 taqsim 0 bo'lyapti. 0 0. Ikkita yo'l bor bunga, yana hosila bilan hosilasiz yo'limiz bor. Birinchi hosila bilan tushuntiray. Qaranglar. Chunki yana 0 taqsim 0 da bu. Hosilasi nima bo'ladi? Lekin mana buni hosilasidan ko'ra osonroq, to'g'rimi? Ko'paytmani. Qaysi biri oson? Mana shunday turishida 3 marta hosil olgan yaxshimidi yoki bu holatda olgan yaxshimi? Asligi. Albatta, mana bu yerda qiynalib ketasizlar. Ko'paytmani hosilasidan 3 marta olsanglar o'zi vaqt tugaydi. Hop. O'zi aslida 10 sekund bilan 10 sekundda ishlaydigan usul ham bor. Buni ham tushuntiraman. Lekin mana buni birinchi ko'raylik. Okey. Hozir L'Hopital qoidasini shug'ullanyapmiz. 0 taqsim 0 yana hosilasini aytib yuboringlar. 2x taqsim minus sinus.
2x taqsim min plus sinus x bo'lib ketadi. Shunday ish. Plus bo'lib ketadi. Ha, bu tanish limitku. Limit necha bo'ladi? 0 taqsim 0 yana. Yana bitta hosil oling xohlasangiz, agar esingizga kelmasa. Hosilasi nima? 2 taqsim kosinus x. Shu bilan 2 bo'ladi. 2 taqsim kosinus x. Yana 2 chiqdi bu. Ha, demak, mana bu limitimiz 2 ekan. Birinchi limitimiz 1 taqsim 3 va oldida 2 ni unutmanglar. Mana bu boshda 2 ni chiqarib yubordik-ku. Demak, hammasini ko'paytirishimiz kerak. 2 1 taqsim 3 2 4 taqsim 3.